Hammaga salom, sizlar Mo'gun kanalidasizlar va sizlar bilan Mo'gun janoblar. Demak do'stlar, biz o'z challenjimizni davom ettiramiz va biz chempionatda o'ynaymiz. Chempionatdan keyin agent va pullarni olib, akkauntimizni shu tariqa kuchaytiraveramiz. Demak, biz komandamizda albatta Real Madridni tanlashimiz kerak bo'ladi va ko'rib turganingiz Real Madridlar ancha o'yinchilarining darajalari tushib ketgan. Demak, biz shu tarkib bilan Sabitani yutib, agentini olib, pulini olib plus kuchaytirishni davom etamiz. Demak do'stlar, biz albatta Sabitani yengib oldik va oxirgi o'yinimiz 3-0 bo'lib tugadi. Demak bizga agent va qanchadir pul beradi. Xo'p do'stlar, demak bitta joyini topildi, chunki men videoga olinmay qoldi va bizga agentdan Bernardo Silva chiqdi. Shuni aytib o'tishim kerak. Xo'p, biz endi bu yerdan scout chaqirib ko'ramiz. Ko'p urinishlarimiz bu to'g'risini aytsam juda yaxshi, bunisi yaxshi bo'lmadi, chunki biz ancha scoutlarni chaqirdik, lekin bir normalniy o'yinchilar tushmadi. Hop, demak do'stlar, men shu tariqa anchagina pulimni yo'qotdim va bundan juda jahlim chiqdi. Va o'zim Braziliyga ko'k agent chaqirmoqchi bo'ldim, keyin o'zimga aytdim, o'zingni bos, bizga pul kerak dedim. Xo'p, endi biz shu tariqa pullarimizni yanada ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Va demak, bizning transferimizga 79 lik futbolchi keldi va biz buni olishimiz kerak, lekin biz undan oldin scout chaqirib ko'ramiz. Agar biz 79 likni olsak va bizani reytingimiz ko'tarilib, mana shu transferlar o'ynasida sariq agentli futbolchilar kelishi mumkin. Lekin hozircha biz scoutlar chaqirib ko'ramiz. Omadimiz kelsa sariq kartali futbolchi chiqadi, lekin hozircha hech qanday sariq futbolchi ko'rinmaydi. Hop, bu bizga shart emas. Va menimcha chiqmasa ham kerak, chunki ancha pullarimiz o'tgan safargidek ketib qolyapti. Yomon omadsiz ketyapti. Ikkitada ham o'tgan safar ham omadsiz kechdi. 1,5 minutda pulimni yo'qotdim. Hop, chiqmayaptimi? Yo'q, chiqmaydi. Ancha pulimiz ketib qoldi lekin. Agar bu yerdan yaxshi futbolchi chiqmasa, biz mana 79 kartali futbolchini olamiz. Hop, demak, oxirgi urinish yo'q, chiqmadi. Mayli, endi buni olamiz. Demak, pulimiz yetmaydi va biz pul to'plab buni keyin qaytib olamiz. Hop. Demak, do'stlar, bu yerda prizlarni olamiz. Kerak, kuchaytirish berdi, yaxshi. Va biz endi ko'p kartali agentni olamiz. Oldik, 79 reytingimiz endi 69 ga ko'paydi. Bu yaxshi. Endi keyin yo'llarni sariq agentga kelishi mumkin. Demak do'stlar, bugungi video shundan iborat edi. Ko'rib turganingizdek, hozirgi tarkibimiz shundan iborat. Hop. Demak do'stlar, videoga like, komment bosib, ayniqsa obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Mo'gun janoblari bo'ldi. Keyingi videoni kutinglar. Va bizani keyingi video aniq chiqishi bu Telegramda bo'ladi. Telegram kanalni kommentlarda qoldiraman.